Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Siz bilan o'qituvchingiz Usmonova Nodira Bahodirovna. Bugun biz siz bilan 4-sinf ona tili darsining bo'lishli va bo'lishsiz fe'llarni mustahkamlash mavzusini o'rganamiz. Yangi videolarni o'tkazib yubormasligingiz uchun kanalimga obuna bo'ling. Haytgancha like bosishni unutmang. Bu meni juda ham xursand qiladi. Sinfingiz jamoasi bilan birgalikda chaqmoq reaksiyasi o'yinini o'ynang. Buning uchun o'qituvchi turli xil so'z turkumlariga oid so'zlarni aytadi. O'quvchilar esa ularga mos holatda harakat qiladilar. Masalan, o'qituvchi agar ot so'z turkumiga oid so'z aytsa, o'quvchilar joyiga o'tiradi. Agar sifat so'z turkumiga oid so'z aytilsa, o'quvchilar qarsak chaladilar. Agar fe'l so'z turkumiga oid so'z aytilsa, hamma o'rnidan turadi. Va hokazo. Yana bir muhim eslatma. Harakatlarni o'zingiz tanlasangiz ham bo'ladi. 65-mashq. Matnda berilgan fe'llarni bo'lishsiz fe'llarga aylantirib qayta matn tuzing deya topshiriq berilgan. Keling avval matnni o'qib chiqamiz. Har bir fasl o'ziga xos ob-havoga ega. Qishda ob-havo sovuq bo'ladi va qor yog'adi. Hamma yoq oppoq qor bilan qoplanadi. Bahorda havo iliq bo'ladi va yomg'ir yog'adi. Yomg'irdan so'ng osmonda kamalak paydo bo'ladi. Yozda ob-havo issiq bo'ladi. Mevalar pishib yetiladi. Kuzda kunlar salqin bo'ladi va tez-tez yomg'ir yog'adi. Ushbu matndagi fe'llar bo'lishli fe'llar. Endi biz mana shu fe'llarni bo'lishsizga aylantirib qaytadan yozamiz. Matndagi birinchi gapni o'zgartirishda ega so'ziga ma qo'shimchasini qo'shib bo'lmaydi. Chunki ega fe'l emas. Shuning uchun bu yerda inkor ma'nosini hosil qilish uchun emas to'liqsiz fe'lidan foydalanamiz. Har fasl o'ziga xos ob-havoga ega emas. Qishda ob-havo sovuq bo'lmaydi va qor yog'maydi. Hamma yoq oppoq qor bilan qoplanmaydi. Bahorda havo iliq bo'lmaydi va yomg'ir yog'maydi. Yomg'irdan so'ng osmonda kamalak paydo bo'lmaydi. Yozda ob-havo issiq bo'lmaydi. Mevalar pishib yetilmaydi. Kuzda kunlar salqin bo'lmaydi va tez-tez yomg'ir yog'maydi. Mana endi bo'lishli fe'llarni mana shunday qilib bo'lishsiz fe'llarga aylantirib yozdik. 66-mashqda 3 savoldan iborat test berilgan. Mana shu gaplarni yaxshilab o'qing, nuqtalar o'rniga variantlardagi qaysi so'zlar to'g'ri kelishini aniqlab yozing. Berilgan testni to'g'ri bajarganligingizni tekshirib chiqamiz. Birinchi gap, naqqosh gullarni oltin ranglar bilan qildi. Demak, nuqtalar o'rniga biz A varianti yakun, B varianti pardoz, D varianti o'lcham so'zlardan birini qo'yishimiz kerak edi. Xo'sh, ushbu gapimizga e'tibor beradigan bo'lsak, naqqoshlik san'atida naqshlarga so'nggi ishlov berish, ularni yanada chiroyli ko'rsatish uchun pardoz so'zi ishlatiladi. Yakun qildi, o'lcham qildi iboralari bu o'rinda mantiqan umuman to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ushbu gapga pardoz so'zini qo'yamiz. Ikkinchi gap, qaysi hunar egasi bo'lishingdan uni san'at darajasiga olib chiq. Demak, nuqtalar o'rniga biz A varianti muqaddam, B varianti oldin, D varianti qat'iy nazar so'zlaridan birini qo'shishimiz kerak ekan. Muqaddam hamda oldin so'zlari vaqtni anglatgani uchun bu gapga umuman mos tushmaydi. To'g'ri javob D varianti qat'iy nazar. Uchinchi gap, mehmonlar dasturxoniga qovun va tarvuzdan usulida gullar tayyorlandi. Demak, nuqtalar o'rniga biz A varianti ganchkorlik, B varianti carving, D varianti origami so'zlaridan birini qo'yishimiz kerak. Bor bergan bo'lsangiz, ushbu gap zamonaviy san'at turlaridan biri haqida. Meva va sabzavotlarga shakl berish, ulardan gullar yasash san'ati nima deb ataladi? Albatta, bu carving deyiladi. Ganchkorlik ganch ustida ishlash bo'lsa, origami qog'ozdan turli shakllar yasashdir. Shuning uchun biz carving variantini tanlaymiz. Aziz o'quvchilar, uchala gapga men aytgan so'zlarni tanlagan bo'lsangiz, bilmingizga tasanno. Testni to'g'ri bajaribsiz.
67 mashqda sizlar bilan Kavsar Turdiyevaning juda qiziqarli she'ri orqali antonimlar, ya'ni qarama-qarshi ma'noli so'zlar dunyosiga sayohat qilamiz. Men aytib turay so'zni, siz antonim topinglar. Go'yo marrani ko'zlab, kim o'zarga chopinglar. Uzoqqa menman, yaqin, janubga qarshi shimol. Zaharga albatta bol, ko'pgadir antonim oz. Qishga esa qarshi yoz, saratonga qahraton. Yaxshiga esa yomon, qarshi ma'noli so'zni izlashda qolmang tolib. Mag'lublikka siz qarshi bo'linglar doim g'olib. Berilgan she'rda uzoq yaqin, janub shimol, zahar bol, qish yoz, yaxshi yomon, mag'lub g'olib so'zlari o'zaro antonim so'zlardir, ya'ni ma'no jihatdan bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan so'zlardir. She'rdagi antonimlar yordamida quyidagicha gaplar tuzib yozish mumkin. Masalan, uzoq yo'ldan kelgan mehmonlar ham, yaqin qo'shnilar ham bayramga yig'ilishdi. Ikkinchi gap, janubda havo issiq bo'lsa, shimolda ancha sovuq bo'ladi. Uchinchi gap, yomon so'z zahar bo'lsa, yaxshi so'z bol kabi shirin. To'rtinchi gap, ko'p o'qigan bola ko'p biladi, oz o'qigan esa kam biladi. Beshinchi gap, saraton issig'ida ham, qahraton sovug'ida ham dehqonlar ishlaydi. Oltinchi gap, yaxshi bilan yomonni ajrata bilish har kim uchun muhim. Aziz o'quvchilar, siz ham mana shu she'rdagi antonimlarga 5-6 ta gap tuzib yozing. Tuzgan gaplaringizni sinfdoshlaringizga o'qib eshittiring. Siz yana qanday antonimlarni, ya'ni qarama-qarshi ma'noli so'zlarni bilasiz? Sinfdoshlaringizga so'zlab bering. Bugungi uyga vazifa 68-mashq. Quyidagi parcha o'qish savodxonligi darsligingizdagi qaysi hikoyadan olingan? Ushbu hikoyadagi bo'lishli va bo'lishsiz fe'llardan 5 tadan topib yozing deya topshiriq berilibdi. Avval hikoyadan parchani o'qiymiz va qaysi hikoyaga tegishli ekanligini aniqlaymiz. O'zi juda xushyor, aqlli ham ekan. Televizor tomosha qilishni yaxshi ko'rar ekan. Har kuni 10 soat tomosha ko'rmasa, ham oyog'i, ham tomog'i og'rib qolar ekan. Aziz o'quvchilar, ushbu hikoya o'qish savodxonligi darsligimizdagi telebola hikoyasidan olingan. Topshiriq bo'yicha ushbu hikoyadan 5 ta bo'lishli va 5 ta bo'lishsiz fe'llarni aniqlab yozishimiz kerak ekan. Quyidagi ekranda telebola hikoyasining bir parchasi qo'yilgan. Keling uni o'qiymiz. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonlarda emas, o'zimizning shu kunlarda go'zal Farg'ona tomonda, undan ham go'zal Tagob qishlog'ida Omonboy degan bola yasharkan. O'zi juda xushyor, aqlli ham ekan. U televizor tomosha qilishni yaxshi ko'rar ekan. Har kuni 10 soat televizor tomosha qilmasa, ham oyog'i, ham tomog'i og'rib qolar ekan. Dars tayyorlayotganda eski televizorning ichidagi ashqol-dashqolini olib tashlab, bo'shagan qutichasining ichiga kirib olib tayyorlar ekan. Shunday qilmasa miyasiga hech narsa kirmas ekan. O'sha kuni Omonboyning maktabga borgisi kelmabdi. Yo'q, borgisi ham bor ekan, u dars tayyorlamagan ekan. Shuning uchun borgisi kelmabdi. Dadasi bilan oyijonisi barvaqt ishga jo'nashibdi. Ushbu hikoyadan parchada yasharkan, yaxshi ko'rarkan, og'rib qolarkan, bo'shagan, tayyorlar ekan fe'llari bo'lishli fe'llar hisoblanadi. Tomosha qilmasa, shunday qilmasa, kirmas ekan, tayyorlamagan ekan, borgisi kelmabdi fe'llari esa bo'lishsiz fe'llar hisoblanadi. Ona tili daftaringizga tartib bilan bo'lishli va bo'lishsiz fe'llarni yozing. Bugungi darslarimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi darslarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling.